Ushbu loyiha Baliqchi Xalbank filiali hamkorligida amalga oshirilmoqda. Loyiha Andijon viloyati Baliqchi tumani Sherobod mo'yida joylashgan 2272 konturida kartoshka hosili yetishtirilmoqda. Ushbu loyihani amalga oshirishda konturimiz 10 gektar tashkil etadi. Hajmi uzunligi 700 metr, mana uzunligi 700 metr, eni esa 150 metrni tashkil qiladi. Ushbu konturda 50 ta dehqon xo'jaligi mavjud bo'lib, o'rtacha 20 sotixdan to'g'ri keladi. Ushbu loyihani amalga oshirishda Yashil vodiy javohiri faoliyat olib bormoqda. Loyihani amalga oshirishda yetarlicha bilim ko'nikmalari mavjud bo'lib, hozirgi kunda mana hasharotlarga qarshi dorilar sepilmoqda. Kartoshkamizni o'rtacha 1 gektar hosili uchun 18 tonna kutilmoqda. Jami gektarimizdan esa 180 tonna kartoshka hosili olish maqsad qilib qo'yganmiz. Kelajakda yana Xudo xolasa 10 gektar qo'shib, ya'ni 10 gektarda ushbu loyihani amalga oshirish istagimiz mavjud.